Bu videoda men sizlarga stüardessalar qanaqa qilib sochini shunaqa ideal silliq qilib yig'ib yurishini ko'rsataman. Lekin bitta narsa, bu videoni montajini men yaqin do'stimga ishonib topshirdim. O'shaning uchun hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Birinchi o'rinda sochimizni hammasini tarab olishimiz kerak. What the hell? Mana cho'lkam kesilgani bo'lgani uchun buni yaxshilab orqaga qotirishim kerak, chunki bizga cho'lka tushirib yurish ruxsat etilmaydi. Bo'lib olganimdan keyin buni orqaga mana qilib yig'aman. Sochlar qancha kir bo'lsa shuncha yaxshi. Chunki toza endi yuvilgan soch umuman ushamaydi. Mana qilib orqaga bitta qilib yig'ib olganimizdan keyin bir tarafiga lak sepamiz. Sразу ikkita tarafga sepmaymiz, chunki bir tarafi qotib qolishi mumkin. Lak sepganimizdan keyin taroq bilan mana qilib tekislab olamiz. Keyin xuddi shuni ikkinchi tarafga ham qaytaramiz. Shunaqa tepa tarafini qotirib olganimizdan keyin mana tepasini yechamiz sochimizni. Yana bir marta endi chiqarib yig'ib olamiz. Tekis qilib yig'ib olganimizdan keyin mana bu joylariga nevidinka. Keyin mana bunaqa shpilkalar yordamida orqasini shishka qilib o'rab olamiz. Keyin sochimni tagini o'rib, bu o'rgan sochimni shishka qilib, sochim undan ham akkuratli bo'lishi uchun mana bunaqa setgacha taqib olaman. Cho'lkam aniq reys payti tushib ketmasligi uchun yana bir marta lak bilan qotirib olaman tepasidan. Keyin oxirida mana bunaqa rezinkacha taqib olaman. Qachondir stüardessa bo'lib qolsanglar, shu video sizlarga as qotadi degan umiddaman.